Assalomu alaykum yurtdoshlar. 9-may xotira bayrami kuni bilan tabriklayman. Hammangiz sog' salomat bo'linglar. Men Nazarbekda ancha yildan beri shu yerda lechina qilaman, kiyib yuraman. Orada bir sabablar bilan kiymadim. Oldindan yaxshi edi, hozir ancha o'zgarishlar bo'libdi. Yangi apparatlar kelibdi. Silovoylarda ovqatlar oldingi qaraganda o'zgargan. Lechishi apparatlar, vrachlar, sanitarkalarga endi vobshe gap yo'q. Medxolimlarga salom. Muomala hammanglarga kelishinglarni taklif qilaman. Hozir mana atroflarni ko'rsangiz, hamma yoqda gullar ekkan. Bahorda yuribmiz, havas qilasiz bu kelishga. O'tga kelib orada ancha kelmadim. Mana endi xudo xolasa oilam bilan har yili yana qaytib shu yerga kelish orzumuz bor, niyatimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.